Hammaga salom. Bolalar, sizlar bilan Halilov. Yangi 3.7 versiyada kelgan dastajeniyalarni bugun bajarishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa men bajarib ham bo'ldim ikkita akkauntimga. Sizlarga ham bajarganimni bir boshdan iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib katta eventga tushamiz. Katta eventga o'sha malikani uyg'otish degan joy bor. Buni ochganimizdan keyin shidda o'ziga 3 ta ko'zaga o'xshash narsa paydo bo'ladi. Uni olamiz. Uni olgandan keyin mana shu malikani uyg'otishga yana qaytib kelamiz. Buni ochganimizdan keyin kichkina eventga boramiz. Kichkina eventga suratni topamiz. Surat ikkinchi etajga bo'ladi. Yo bo'lmasa agar sizdan oldin kimdir komanda ochib ketgan bo'lsa ham buni qizig'i yo'q, daxli yo'q bu narsani. Siz yana ochishingiz mumkin. Kirib kelaverasiz bemalol. Bo'lmasa ikkinchi etajga shu suratning orqasiga kalt yoshirilgan bo'ladi. U kaltda mana shu eshikni ochganingizdan so'ng mana shu burchakka uzuk bo'ladi. Uzukni olgandan keyin shidda o'zidan yana pastga tushasiz. Pastga tushgandan keyin suratni olib borasiz. Suratni olib olganingizdan keyin yana bosishni boshlaydi. Uni bosganingizdan keyin Malik yana salom deydi, nimadirlar beradi. Degandan keyin Malikani xotirasini eslash degan o'sha Erangildagi eng katta tog' bor. O'sha toqqa chiqiladi. Bu tog'dan qanaqadir salutlar, nimadirlar otiladi xullas. Mana shuni bajarib olamiz. Mana o'zi men kelib qoldim. Bu ikkinchi akkauntimdan bajarilyapti hozir bu. Bunga kill muhim emas. Dastajeniyani bajarmoqchi bo'lsangiz, killga umuman qiziqmang. Asosiysi ranglik. Ranglik o'ynash kerak. Bez rangga o'ynasa bu narsa bajarib bo'lmaydi. Mana tog'da eng tepasiga chiqqaningizdan keyin mana shuni bosasiz. Malika chiqadi. Atrof qorong'i bo'lib salutlar otiladi. Tak, buni ham bajarib bo'ldik. Endi xanjar qoldi. Xanjarni olish kerak. Xanjarga borilsa, xanjarni ham mana topdik. Mana shu xanjar bilan tayog'i odamni sal qiynay ekan. Sababi bu bir joyga paydo bo'lmay ekan, har xil joylarga paydo bo'lar ekan. Xanjar bilan tayoqni kimdir olsa, bo'ldi, sizga uni foydasi yo'q. Bitta masjidga bajara olmaysiz. Bu narsani bitta tarafi, yaxshilik tarafi, bitta masjidga bajara olmasangiz, shuncha qilganingiz yo'qolib ketmay ekan. Turaver ekan aslicha. Mana xanjarni olgandan keyin o'sha endi tayoqqa borish kerak. Tayoqqa ketamiz endi. Tayoq o'sha jon ko'paytirayotgan tayoq. Tayoqni olamiz. Undan keyin topirni olish kerak. Men bir 10 martalab o'lib ketdim, topirni olaman deb. Oxiri bir amallab oldik u. Ular har xil joylarga paydo bo'lar ekan-da. Tayoqni ham oldik. Xudo xohlasa. Asosiysi mana shu dastajeniyalarda bajarish uchun Erangilga tushish kerak. Boshqa zonaga tushsa uni bajarib bo'lmaydi. Erangilga tushganingizdan keyin o'z xaritani bossangiz, hammasi etap-etap turibdi. Uni aralash bir yarimidan, bir boshidan bajarib bo'lmaydi. Hammasini birinchi, ikkinchi, uchinchi etap bajarish kerak. Bo'lmasa bu narsa bajarilmaydi. Mana endi o'sha oxiriga keldik. Xohlasa mana topirni oldik. Bajarib bo'ldik mana. Shu bilan mana dastajeniyamiz bajarildi. Bunga ikkita premium kupon beradi, 40 ochko beradi. Mana tamom. Rahmat hammalaringizga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.